so please don't go. Yo bismillah, videoni boshlab oldik. Barchaga assalomu alaykum obunachilar, sizlar bilan Melio. Bugungi videomizda biz cheksizlik aslahalarini obzor qilib ko'rsataman. Cheksizlik aslahalari modini qayerdan topamiz deganlar uchun meni Telegram kanalim bor. Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolaman. Telegram kanalim silkasi kommentariyada. Meni kanalimda obunachi 59 ta bo'ldi. Shu oyning ichida 100 ta obunachi yig'ishimiz kerak. Buning uchun obuna tugmachasini bosib qo'ying. Mana bu yerda sandiq bor ekan, sandiqning yoniga boramiz. Bu yerda esa cheksizlik aslahalari bor. Videoni stop qilib, survival rejimiga o'tib oldim va buni survival rejimida tekshiraman. Birinchi kiyimlarni olib olamiz va bizga kerak narsalarni oldimizda turgan inventarimizga qo'yib olamiz. Cheksizlik aslahalari buni hammangiz bilsangiz kerak. Artifakt, boshqa youtuberlar ham buni obzor qilib, bu modda vijvaniyalar, survivallar qilib videolar chiqargan. Men ham bir video chiqarang dedimda cheksizlik aslahalarini izladim. Bu shalkerning ichida cheksizlik aslahalarini yasaydigan narsalar bor. Bunga tegmaymiz. Sal-pal qotishlar bo'lyapti. Shader kuchli. Yana bir bor aytaman, meni kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Shu oyning ichida 100 ta obunachi yig'ishimiz kerak. Cheksizlik aslahalarini kiyib olamiz. Menga juda yarashmoqda. Sal-pal uzoqlashib ketdi va to'g'rilab olamiz. Cheksizlik aslahalari kiyimi sal boshqacharoq ekan. Videoda ko'rganimda boshqacha ko'ringan edi. Keyin esa negadir balandga sakrar ekan. Cheksizlik aslahalarini poyabzali balandga sakratar ekan. Bu qalqon, buni kiyib ko'ramiz. Qanday ko'rinishimizni ko'ramiz. Qalqon bilan sal chiroyliroq bo'lar ekanmiz. Bu olovli qilich, bu esa cheksizlik aslahalari qilichi. Bu cheksizlik kirkasi juda ham tez kavlar ekan. Buni sinab ko'raman, bedrockni sindira olarmikan. Bedrock yoniga tushamiz. Afsuski bu kirka bedrockni sindira olmadi. Endi bu yerdan qanday chiqaman? Kreativda yuqoriga chiqib oldik. Shu videoda ishlatgan shaderimni Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Sizlar esa shu videoga 50 ta like yig'ib beringlar. O'tgan safargi videoda qurol modini obzor qilaman degan edim, lekin qurol modini obzor qilishim uchun menga 50 ta like yig'ib bermadingiz. Videomiz shu joyda tugaydi. Barchaga keyingi videoda ko'rishguncha xayr deb qolaman. Stop obunachilar. Men Prismarindan challenge olaman.